Navbatdagi Haval H6 mashinamiz GDI motor bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz GDI motorimizga injektor 8 bo'ldi. Ya'ni bu mashin 1.6 bo'lgan 4 plus bo'lyapti. Farsonkamiz Royal Dakota italyanlik original. Returimiz ham Royal Vector degan italyaniki originali. Zapchastlarni ustonovka qilish jarayonini boshladik. Bizda nafaqat MP, GDI motorlarga ham metan va propan ustonovka qilib beramiz. Sizlar xizmatlar bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishingiz mumkin. Har qanday turdagi mashinalarga sifatli, kelishgan narxlarda o'rnatib beramiz. Biz zapchastlarga 1 yil kafolat garantiya qilib beramiz. Har qanday turdagi mashina. Kelaverasizlar bemalol. Aytaylar, Shanghai Jak bo'ladimi, Haval H6 bo'ladimi, 12 turbina bo'ladimi, farqi. Biz har doim sifatli qilib xohlagan turdagi metan va propan ustonovka qilib beramiz. Albatta kelishgan narxlarda. Shunaqa xizmatlar kerak